Assalamualaikum qardaşlar, qanday yaxshimsizlar? Bu şahtanlar xayrli olsun. İli o'g'li Bobur darqasına o'tdik. Salom, ali ehtirom. Uzun bo'ldi ko'rishmay qoldik. Bir xil sabablar tufaylidan degina. To'g'ri, ma'lum sabablar tufayli ko'rishmay qoldik. Balki ba'zilar o'ylagan bo'lishi mumkin bu ishdan voz kechganmidi, yaltayganmidi deb. Yaltaymaydi, yaltayib baxmamdi. Yaltayib baxson. To'g'ri, biz yaltayib baxmadik. Inshaalloh yaltaymaymiz. Faqat maktab, bu ishlar bilan vaqtimizni to'g'ri keltirib bo'lamidi xolos. Bugün ait bir mühim bir temine geldim. Bugünkü dersimiz olsa nemis til grammatiksi veya nemis tilden biyosi bağlanışlık bulmagan. Ama bu yani ki ictimai okuş sistemi bilen yani ait bir mühim bir tür olan Ausbildung degan bu türden münasebetlikdir. İnançı bugünkü bu videomuz biz to'xtalmoqchi bo'lgan bugünkü müştiyimiz yani Ausbildung bizdeki yaş Uyg'ur kız o'g'illarimiz bilan bevosita ait münasebetlik ham ularga nisbatan ait bir yaxshi bir foydalanish qiymati bo'ldi deb qarayman, ham shuni ishonman. Bugünkü bu videomuzda müşteri temin to'xtalishdan burun biz en avval Ausbildung'un neymiş ekanligini bilishimiz kerak. Germaniyada darajada 1 million o'shiq o'quvchi maktab bitirib bo'lgandan keyin kasbiy tarbiyalanish, ya'ni berufliche Ausbildung degan ma'qul alayda maktab sistemasi bilan, o'qush sistemasi bilan davomli tarbiyalandi. Normalda Ausbildung'ni o'xshamagan shirkat va korxonalar ta'minlaydi. Ushbu sabab Ausbildung'da asos jihatdan, ya'ni amaliyotni markaz va asos qilgan bo'ldi. Ammo ba'zi bir xil kasbiy turlar bo'lib texnika, o'quv-o'qitish va sog'lomlikni asos qilgan bo'lib, bu kasblarda bo'lsa amaliyot bilan nazariyat teng parallel olib berildi. Normalda Ausbildung 2,5 yilda 4 yilgacha davomlashadi. Bu jarayonda siz muqim bir kasbni chin tutib, shu kasbda pishiq tarbiyalanib chiqsiz. Albatta bu jarayonda siz Ausbildungsvergütung, ya'ni maosh olsiz. Ham shuningdan sirt eng oxirida imtihondan o'tsangiz, qo'lingizga bir diplom chiqarib berdi. Vaholanki siz bu diplom orqali mush o'qigan kasbingizda yoki tezroq xizmat topa olasiz va yoki sizga o'xshash ammo diplom yo'q odamlarga qaraganda shu kasbda jiqroq maoshga erisha olasiz. Balki eshiqqan bo'lishingiz mumkin, nemis tili o'zi sal bir tasdil. Uningdan sirt nemis tilininki ko'ch tili bilan maktab tili ikkisining farqi sal cho'ngroq. Uning ustiga maktab tili ishlatiladigan so'z iboralar, ya'ni kasbiy so'z atalg'ular ko'chilik til, ko'ch tiliga selishtirganda ko'rinarli ta'sir. Uningdan sirt biz Germaniyaga nisbatan musofir. Garchi Germaniyada nurg'un chet elliklar bo'lsa-mu, biz yana boshqacharoq bir xil musofir. Ya'ni biz yurkidan seg'inish va andisha degan ikki xil yo'g'on tashni isib yurayotgan musofirlar. Biz endi yangi muhitga ko'namdik, yangi tilni o'rganamdik. Bular kelganda o'zimizga misol tasavvur bir kasbni boshlab olsak, keyin o'zimiz charchab hayot yo'limizda tarif tushkilishib qolishimiz mumkin. Mana shu nuqtalarni ko'z tutib, men tuvandagi 10 xil Ausbildungsberufe, ya'ni Ausbildung kasbini qiz-yigitlarimizga tavsiya sifatida sunmoqchiman. Ammo men o'zim bu kasblarni hech qaysi birisini tarbiyalanib boqmadim. Faqat men bu to'g'riliq videolarni ko'rish, material aqtirish ham munosabatli insonlardan surishtiruv orqali ba'zi bir uchurlarni to'plab tuyanki videoni yasadim. Shuning uchun mening videolarni faqat va faqat siz foydali xarakterli ko'rib qo'ysangiz, eng oxirida, ya'ni o'zingiz yakun chiqadigan vaqtda o'zingizni yaxshiroq izlanib, dansab yaxshi bir qaror chiqarishingizni umid qilaman. Albatta, tuvandagi 10 xil kasbning ichida ba'zilari nemis tilini qo'ygan tarafda bek yuqori emas. Ammo sizning o'zingizningki o'ylagan va yoki topgan boshqa bir xil yaxshi bir planlaringiz va yoki Ausbildungsberuf va yoki allaqanday bir tavsiyalaringiz o'qib qolsa, asli inkasotni yozib qo'ysangiz, boshqa bir yo'l teplanmayotgan, qanday qilishni bilmagan qarindoshlarimiz nisbatan nihoyat bir foydalanish qiymati bo'ladi deb qarayman. Rahmat. Xo'sh, endi biz hurmat yusin eng avval xonim qizlarimizdan boshlaylik. Jing ashu sammeligi akshi ko'rsang, beshing og'ridigan, xotin kishi ko'rsang, ishing og'ridigan adashgansan, ha? Gidekkina bir foydalanish qiymati o'qilamdiki deb tuyanki 5 xil kasbni hamsa xonim qizlarimizdan hozirga sundik. Bugünkü birinci turdaki tavsiye qilmoqchi bo'lgan kasbimiz bo'lsa, Ersiya Ausbildung, ya'ni yasli ma'rifi va yoki yasli o'qituvchi desak bo'ladi. O'xshamagan o'lka va o'xshamagan shaharlarga qarata bu Ausbildungning shakli o'xshash bo'lmaydi. Bu xil Ausbildung, ya'ni bu xil kasbningki jami 3 xil shakli bor. Birinchi xil shakli Vollzeitschulische Ausbildung, bu odatda 3 yil davom etadi. 2 yil maktabda bo'lsangiz, ya'ni nazariya bilimlarni o'rgansangiz, 1 yil bo'lsa praktik ilib beriladi. Bu jarayonda maosh berilmaydi. Ushbu sabab bu kasbni ta'minlovchi taraf bu kasbga iltimos qiluvchilarning, ya'ni bu Ausbildungni qilmoqchi o'quvchilarningki o'qish yordam puliga iltimos qilishni tashabbus qildi. Yana bir turi bo'lsa PIA. Albatta bu o'xshashlar 3 yil davom etadi. Avval qisqa o'xshamaydigani, bu 3 yil jarayonida siz kasbni amaliyot bilan birlashtirib o'qiysiz. Shu sabab sizga maosh berildi. 3-chi turi bo'lsa Teilzeit Ausbildung. Bu turda siz avvalgi 2 turdagidek 8 soat maktabda yoki xizmatda bo'lishingiz shart emas. Albatta siz o'zingizning amaliy ahvoliga qarata yarim kun ishlasangizmi, ham o'zingizning vaqtini ta'minlovchi taraf bilan kelsangiz bo'ldi. Shaxsan mening nazarimda bu tur bolasi bor
qiz ayollarimizga va yoki boshqa bir nebinjib qilayotgan qarindoshlarimizga borib keldi. Yuqori sabablar tufayli sizga ayrim maosh berilmaydi. Ham bu kasbning davomlashi 3 yildan sal uzrab qoldi. Boshlab o'tganimizdek ikkinchi turda o'quvchilarga nisbatan maosh taqib berildi. Har oylik maoshi taxminan 1100 yevrodan 1300 yevrogacha bo'ldi. Ammo o'qishmagan shahar, o'qishmagan o'lka, o'qishmagan rayonniki maosh farqidan sal farq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men boshida deb o'tgan avvalgi maosh taqsimotiga siz 100 yevroni ip yoki qo'shib olsangiz taxminan oldigan maoshingizni mo'ljallaysiz. Xo'sh, bugun ikkinchi turda tavsiya qilmoqchi bo'lgan kasbimiz bo'lsa ZFA. Ko'ch tilida deb aytganda Zahnarzt-Helferin deyildi va yoki Zahnmedizinische Fachangestellte deyildi. Hamda Zahnmedizinische Fachangestellte degan kasbiy so'z atalg'i, lekin Zahnarzt-Helferin desangizmi tamoman bo'laverdi. Hani bu kasb o'zi nihoyatda pokiz, madaniy bir kasb. Tish doktori davolash xizmatiga bevosita mas'ul bo'lsa, siz davolashdan burunqi tayyorlik xizmati, dezinfeksiyalash va terini yechish va ba'zi bir jadvallarni to'ldirishga mas'ul. Ya'ni bu kasbda siz nihoyatda ko'p odamlar bilan o'xshagan bemorlar bilan berish kelish qilasiz. Bu kasb ma'lum bir tish doktorxonasida va yoki boshqa bir laboratoriyada ilib berildi. Albatta nazariya bilan amaliyot ikkisi parallel ilib berildi ham o'tildi. Bilishimcha 1,5 yildan keyin bir qatimliq cho'ng yozmacha imtihon ilindi. Ve şundan sırf 3 yıldan keyin bir cho'ng Abschlussprüfung yani maktab bitirish imtihonini nazariya va amaliyot asos qilib ilindi. Albatta bu kasbni o'xshashlar 3 yil jarayonida va 3,5 yil jarayonida Ausbildungsgehalt yani maaş taqib berildi. Maaş taqsimoti mening bilishimcha 800 yevrodan 1000 yevrogacha bo'ldi. Xo'sh, üçüncü kasbimiz bo'lsa Bankkauffrau, ya'ni Uyg'urchadagi bo'lsa bank xizmatchisi. Albatta bank xizmatchisi, ya'ni bu kasbningki nemischa qo'yilgan talbi bugun so'zlamoqchi bo'lgan butun kasblarning ichida eng yuqori. Bu kasb matematikani asos qilib iqtisod va iqtisod boshqarish bilan atalishadi. Ham undan sirт davomli xaridorlar bilan muomala qildi. Masalan, yangi hisobot ichish, yo'liqqan masalalarni hal qilish xaridorlarning pul yoki boshqa qimmat bog'liq buyumlarni omonat qo'yish ham eng muhimi uy zamin tijorati va kazalar. Nazariy bilimlar maktabda o'tildi, amaliy bilimlar xizmat o'rnida, ya'ni bankada o'rgatildi. Tirishchanlik va yaxshi natijalar bilan 3 yillik Ausbildungning vaqtini 2,5 yilga qisqartirildi. Kasbniki matematikaga, ingliz tiliga va nemischa qo'yilgan talbi boshqa kasblarga qaraganda boshlab o'tganimizdek xeylam yuqori. Albatta bu kasbda hamda nihoyatda yuqori matematik saviyasini talab qilib ketmasimi, lekin bizningki Uyg'ur qizil ayollarimizning ichidan men matematikani yoqtirmaydi. Xotin kishini qildigan ish emas. Degichilarga men bu kasbni tavsiya qilmayman. Ham undan sirт iqtisodga doir har qanday kasbniki nemischaga qo'yilgan talbisiz yuqori bo'ldi. Chunki siz mush tildan foydalanib turib, qarshing'izdagi odam ya'ni xaridoringizni cho'qim qoyil qilishingiz kerak. Ham undan sirт yangi muomala, munosabatlarni o'rnatish kerak. Ushbu sabab bu tildagi nemischaniki o'qirsal egiz. Albatta bu kasbning maoshi boshqa kasbniki qaraganda o'qir egiz bo'lgan o'xshash, maoshi sal yuqoriroq bo'ldi. Ya'ni har oylikqa taxminan 1100 yevrodan 1300 yevrogacha taqib berildi. Xo'sh, bugun so'zlamoqchi bo'lgan 4-kasbimiz bo'lsa Luftverkehrskauffrau va yoki Serviskauffrau deyildi. Bu kasb ishtirokchilarimiz aviatsiya shirkatlarida ko'ramiz. Ammo saymanizda bo'lsin, bular hargiz Flugbegleiter emas. Flugbegleiter degan aeroxon qizlar va yoki aeroplan ishtirokchilar. Bular bo'lsa aviatsiya shirkatlarida xizmat qildi. Agar siz bir nechta tilni xil pishiq bilsangiz, kishilar bilan ko'p muomala qilishni yoqtirsangiz, u holda bu kasb sizni haqiqatan bir o'yishib beqishingizga arziydi. Albatta aviatsiya shirkatlarida xizmat qilish asosiyatdan tuvanik 4 xil xizmat turini o'z ichiga oladi. Ular bo'lsa bilet setish, pasport, bilet va chamadon bagajlarni tekshirib o'tkazish, aeroplan qo'zg'alish va yo'lovchilarning aeroplandan chiqishdan burungi tayyorligi va yo'lovchilarning tushib chiqishi oldikayindagi kuzatish va tekshirish xizmatlaridir. Agar xatolashmasam, bu kasb iltimos qiluvchilardan cho'qim pravos bo'lishini talab qildi. Undan sirт ingliz tili bu kasbning eng muhim talabi. Agar siz turkcha bilsangiz, ham arabcha bilsangiz, agar bu ortiqchilikni ham o'tirib qo'ysangiz, ishonamanki, bu kasbda sizningki tanlab qilish ehtimolligingiz haqiqatan yuqori bo'ldi boshqalarnikiga selishtirganda. Bu kasbni o'rganishning 2 xil varianti bor. Birinchi xil varianti bo'lsa, siz parallel nazariyali amaliyotni tam o'rganibsiz. Ma'lum bir Flughafenda o'qishma aptaylonlarda ishlaysiz. Albatta bu jarayon oldikayni 3 yildan 3,5 yilgacha davomlashadi. Yana bir varianti bo'lsa, 2,5 yil faqat va faqat maktabda nazariya bilimlarni egallab, 2,5 yildan keyin maktab
tuturish imtihonida o'tgandan keyin biroqla amaliyotga chiqasiz. Mana bu bugun so'zlanmoqchi bo'lgan butun kasblar ichida faqat va faqat mush kasb bor bo'lgan birdan-bir o'zgachilik. Kasbning maosh taqsimotini 850 yevrodan 1000 yevrogacha deb mo'ljallasangiz bo'ladi. Albatta boshlab o'tganimizdek o'xshamagan fluk xaflarniki, o'xshamagan cho'ng kichikdagi, o'xshamagan rayonlarniki maosh taqsimoti va imtiyozi sababli azdir ko'pdir farq bo'lishi mumkin, ammo 800 yevrodan 1000 yevro yoki 1100 yevrogacha mo'ljallashga menish tamomən bo'ldi. Xo'sh, 5-turli kasbimiz bo'lsa Augen Optik'in. Ko'zoynak taqib baqqan har bir inson bu kasb egalari bilan muomala qilib baqqan bo'ldi. Bular asosiy ko'zoynak setishga, yasashga va xaridorlarga taklif berishga mas'ul. Albatta, ba'zi bir ko'zoynak do'koni xaridorlarning ko'zini tekshirishga ham mas'uldir. Albatta, pravi baqqan bolaning hammasi bilishi mumkin. Z-test deb ko'z tekshirish deb maxsus bir turi bor. Bu tur odatda mush ko'zoynak xonalari ilib beriladi. Albatta, bu kasb noqul holatda xaridorlar ko'zoynak setishni talab qilmaydi, ham asos qilmaydi. Ba'zi bir xaridorlarning talabiga asosan buzilib qolgan, sunib ketgan ko'zoynaklarni remont qilishni ham ustiga oldi. Normalda ko'zoynaklar markaziy zavodlarda yasilib, ko'zoynak xonalariga avatildi. O'xshamagan xaridorlarningki o'xshamagan talabiga asosan zakaz qilingan ko'zoynaklarni ramkaning ichiga selish, komkutsini to'liqlash dal mana mush kasbninki doirasiga ishdir. Yuqorida deb o'tgan sabablar tufayli bu kasb iltimos qiluvchilarning qo'l hunarvanchilikdan abjil, chaqqon, o'shar bo'lishini talab qildi. Albatta bu kasbni o'rganib chiqib, ma'lum bir cho'ng do'konlarda o'xshamagan Filman degan ko'zoynak do'konlarida ishlab qilib qolsangiz bo'ldi va yoki davomli o'qib, mayster bo'lib, o'z oldingizga ayrim bir ko'zoynak do'koni ochsangiz bo'ldi. Va yoki oliy maktabniki Augen Optik va yoki Technische Optik degan kasblarda davomlashtirib o'qisangiz bo'laveradi. Bu kasbning har oylik maoshini siz taxminan 700 yevrodan 900 yevrogacha va yoki 1000 yevrogacha deb mo'ljallasangiz bo'ldi. Xo'sh, hozir so'zlab o'tgan 5 kasbni men Uyg'ur qiz ayollarimizga tavsiya sifatida sunaman. Ammo men bularni eng yaxshi kasblar va yoki sizlarning eng yaxshi tanlashinglarni bilamayman. Chunki men boshlab o'tganga o'xshash men bularning hech qaysi birisi o'zidan tarbiyalanib boqmadim. Ammo iznishchilik sizga nisbatan azroq bo'lsin foydasi bor deb qarayman, ham shunday bo'lishini umid qilmayman. Yana deb qo'yishga tegishli muhim bir nuqta, bu kasblar faqat va faqat qizlar uchun o'tirg'i chiqarilgan emas. O'zinglar balkim ko'rganda ko'zoynak sotadigan o'g'illar bor, aviatsiya shirkatida ishlaydigan erlar bor. Shunga boshqa mush kasbni o'ylashgan o'g'illar bo'lsa va yoki qaysi kasbni topolmay deb bilib bo'lmayotgan o'g'illarimiz bo'lsa, bundan foydalansalar davomli bo'ldi. Xo'sh, endi men nayt bir muhim bo'lgan nuqtani sizlarga yo'ritib beray. Siz ergiz B1dan B2dan va yoki C1da o'tib bo'lgandan keyin bu orqali men Ausbildung topa olayman deb o'ylab qolmasangiz umid qilmang. Topa oladiganlar bor, ammo tepish ehtimolliqi tezga to'xtaydi. Chunki siz bir vaqtida mush til, ya'ni nemis tili o'zining ona tili bo'lgan nurg'un o'quvchilar bilan birlikda bayga tushasiz. Ham uningdan sir eng muhim nuqta bularning qo'lida so'ytnis, ya'ni maktab bitish isbot qog'ozi bor. Mushana maktabdan o'qigan. Shuning uchun sizga tavsiyalarim, agar siz vatanda o'qigan bo'lsangiz va yoki Turkiyada o'qigan bo'lsangiz, shu diplomlarning hammani qaytarib akiling. Diplomlaringizni qo'lingizga topshirib olgandan keyin siz tez suratda job centerdagi sizga mas'ul xodim bilan bu to'g'riliq paralashing. Chunki siz bu diplomlaringizni cho'qim bosh tarjim qilishingiz va beglobiyon qilishingiz kerak. Chunki buning har birisiga har bir varaqi 20 yevrodan 50 yevrogacha pul ketadi. Agar job center buni ustiga ola olsa, bu sizga nisbatan aytija iqtisodiy unum yaratib beradi. Bir haftaning ichida siz qo'lingizga bor diplomlarning hammani tarjim qilib bo'lgandan keyin o'zingiz turishli shtatniki va yoki o'lkaninki markaziy shaharda, agar Baden-Württemberg bo'lsangiz Stuttgartda, Bayernda bo'lsangiz Münchenda Bildungsministerium deymiz, ya'ni ma'rif ministerligi bor. Bularga o'zingizning diplomlarini avatib bergandan keyin oldiga 2 haftadan 3 haftaga bo'lgan jarayonda bular sizning diplomlaringizni tekshirib chiqadi. Tekshirib bo'lgandan keyin sizningki natijangiz va yoki diplom va yoki sizningki inoqroq qana saviyaringizniki Germaniyaga qaysi saviyaga to'g'ri kelganligini deb beradi. Bu deganlik masalan vatanda siz to'liq o'rtan bitirib bo'lgan bo'lsangiz, bu yana gimnaziumsiga, ya'ni to'liq o'rt saviyasiga to'g'ri kelmadi desangiz bo'lmaydi. Bular tekshirgandan keyin balkim real shlapshlusga va yoki hopshlusga tayyorlab bir isbot chiqarib berdi. Siz bu isbotni ham boshlab o'tgan B1, B2 va yoki C1 sertifikat ikkisini qo'shib, undan keyin buyurtma evatsangiz, sizningki tanlanish ehtimolligingiz yuqori bo'ldi. Ammo yana bir muhim nuqta. Buyurtmani o'zingiz yolg'iz yozib qo'yishingiz ta'sir to'xtaydi. Ham bu jarayonda bilishga tegishli nurg'un zil nuqtalar bor. Shuning uchun siz o'zingizningki Ausbildung qilmoqchi bo'lgan talabingizni cho'qim job centerga o'qitishingiz kerak. Chunki job centerda maxsus mushishlarga mas'ul bo'lgan bir aptaylon, ya'ni bir
bölüm var. Bular sizning böğürbon yazışınızga, qanday yazışınızga, nemiga diqqat qilishingizga hamma narsaga mas'ul bo'ldi. Ham undan sirt bilish tegishli nihoyat bir muhim nuqta Ausbildungga iltimos qiladigan maxsus bir vaqti bo'ldi. Ya'ni normalda har yil Ausbildunglar 195-90% Ausbildung har yil 9-oyda boshlandi. Ya'ni 2022 9-oyda tunji turkumdagi Ausbildung boshlandi. Agar bir qatam qochirib qo'ysangiz, balkim qishda kira olishingiz mumkin. Oz sondagi ehtimollik bor. Birinci ay, ikinci ayda yeni bir Ausbildung turlari, yeni bir bolalar chiqib qolsa, uning o'rniga sizni ip qilishi mumkin. Ammo cho'ng ehtimollik, agar bir qatam qochirib qo'ysangiz, cho'qim 1 yil sakrab 2023-yili 9-oyda kelar qatamliq Ausbildungni boshlaysiz. Muhim bir nokta. Eğer siz 2023-yili 9-oydagi Ausbildung kirmoqchi bo'lsangiz, iltimos yana böğürbonlaringizni cho'qim 2022-yili 9-oydan keyin 12-oy 1-oygacha cho'qim evet bo'lishingiz kerak. Mana bu vaqt, ya'ni 2022 9-oydan 1-oygacha bo'lgan vaqt sizning eng oltin davringiz. Shu vaqtgacha bütün sertifikatlarınızı tercih qilish bilan, imtihonlaringizni o'tab bo'lgan bo'lsangiz, job center bilan paranglashib, amal ba ash vaqtgacha böğürbonni yazdiganni, yezib bo'lganni, evatdiganni ki javoblarni kutishga qarasangiz yaxshi deb qarayman. Bu shunday tez tutish qilingan ahvol ostida inshaalloh biz kelar yili cho'qim bir o'zingizga xos chiroyli bir kasbdan bir deb olasizlar. Nayt bir muhim nuqta. Eğer siz hozir B1 veya ki B2'ga o'rganayotgan bo'lsangiz va yoki amdilardan boshlamoqchi bo'lsangiz, ham bu imtihoningiz kelar yili 2023-yili 1-oy va 2-oyda tugaydigan bo'lsa, men B1ni berib bo'lgandan keyin böğürbon yozmayman deb xatolashmoq. Bu nihoyat ajalli xatolik. Buni siz job center o'qitgandan keyin mas'ul xodimlar sizning ishingizdan xabardor. Shuning bilan bular sizning böğürboningizning ichiga bu inson 2023-yili B1ni berib bo'ldi deb yozaverdi. Herkes onu saqlab, oltin vaqtni, ya'ni böğürbon yozdigan vaqtni o'tkazib qolmang. Xo'sh, vaqt munosabidan yigitlarimizga, ya'ni o'g'illarimizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan 5 Ausbildung turini men kerakli sanab qo'ydim. Agar kanda bugungi temamiz, ya'ni Ausbildungga doir tushunmagan va yoki mujmal o'qib qolgan allaqanday bir savollar bo'lsa, asli inkas oldida qoldirib qo'ysangiz, inshaalloh bilginimiz cho'qim javob beramiz. Qaramsa bolalar, kelarki sonda ko'rishguncha omon bo'laylik. Har biringlarning ishlaring utuqli bo'lishini umid qilmay, Ramazonda vatandagi qiyonadoshlarimizni unutib qolmaylik. Ham davomli tirishib, yaxshi bir kasbni egasi o'qilishinglarga tilakdoshman. Allohga omonat.